vaziyatni Akmal ulgurgan. Havodagi to'p uchun kurash. Rustam Ashurmatov safga kurashuvda ilk marotaba darvozamiz tomon yurish hosil qilishmoqda va bu odatda o'zi barcha murabbiylar tomonidan ikkinchi raqamli darvozabon deb qaraladi. davom ettirish mumkin. Qanot hakami Jim Shomurodov zarba va gol. 1-0. Bir necha ochko taqdim etadi. Rakurs. Ham to'g'ri bu. Lekin ijroga gol inobatga olinmoqda. Va uchrashuvda hisob ochildi. 11-dan Shomurodov Kuvayt terma jamoasi bilan jamoadoshi Akmal Mazgavoy o'ynayapti. Hozir yosh kombinatsiya boshlanyapti. To'rt futbolchimiz oldinga intilmoqda. Markazdan pas. Erkinov tezligi bor. Ajoyib. Hojimat Erkinov aqlli zarba yo'lladi. Bu yerda darvozabonni ochiq nuqtasini ko'ra oldi va shoshilmasdan, kuchga tayanmasdan, aksincha texnikaga tayangan holatda pastki burchakni nishonga oldi va aniq nishonga oldi. Zambil bilan kelishda Abbos zambilsiz chiqaman dedi mana. O'sha agar iloji bo'lsa, bu Alisher Aripov, Cannavaro, ya'ni Alisher Aripov bu bosh shifokorimiz jamoadagi, Abbos Al-Deferi yaxshi uzatma oldingi chiziqqa quvaytliklarning imkoniyati bo'lyapti. Zarba yo'llandi. Abduvohid Ne'matov. Abduvohid bundan ehtiyot bo'lish kerak. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Ne'matov shunday pas. Erkinov, Hojimat, chalg'ituvchi harakatlar. Shomurodov. Wow, nega bunchasi ekan? Zo'r pas chiqarildi. Zo'r imkoniyat. Hojiakbar Alijonov ajoyib uzatma. Shomurodov darvozabon o'ziga xos tarzda qaytardi. Ijrosi bo'ldi desak. Mazgavoy, Erkinov, Hojimat yana zarba ko'ramiz. Ichkariga kirib boryapti. Hojimat Erkinov zarba yo'llandi. Uzoqlashtirmoqchi bo'ldi. Nasrullayev imkoniyat bor. Sherzod Nasrullayevdan zarba. Markazda oldingi pas mana bu yerda yaxshi chiqib ketyapti. Hujumchi xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Birga bir chiqib boryapti. Ne'matovga qoldi va qaytardi Abduvohid. Lekin ikkinchi urinish penaltimikan? Yo'q. Xato. Mana bu yerda tezda olib chiqib ketdik. Chapda Erkinov pas birga bir chiqib boryapti. Hojimat Erkinov 3-0 bo'lishi mumkin. Hojimat darvozaga zarba, darvozabon qaytardi va darvozabon ikkinchi urinishda egallab olyapti. Ofsayd boshqa narsa kutayotgan edi. Unga pas o'ziga to'g'rilab olyapti. Penalti. Himoyachi qo'pol o'ynadi mana shu yerda. Hozir ruxsat berdi. Shukurov zarba yo'lladi, darvozabon egallab olyapti. Al-Xushan darvozabon Saud Turg'unboyev hamda Eshmurodovni maydonga tashladi. Endi ularning statistikasi yuqoridan uzatma, birinchi to'p uchun kurash Umar Eshmurodovdan sal qoldi avtogol ko'rar ekanmiz. Chiqib ketayotgandek ko'ringan edi.